Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 14 dekabr Şangang сақчы dairələri Amerika və Angliyada fəaliyyət elib bardığan 5 nəfər Hong Kongluk fəaliyyətçinin hər birinin kallısıga 1 milyon Şangang dollari, yəni 128 min Amerika dolları mükafat bilan tutuş buyruğu elan qildi. Bu fəaliyyətçilər yıllardan beri Hong Kongның demokratiya və kişilik hüquq üçün küreş qılıbatqan bo'lib, ko'pinchisi yuqorqi davlatlarning fuqarosi. Şangang сақчы күчләре tor betida deyilishicha, bu 5 nəfər şəxs chet el unsurlar bilan hamkorlashib, davlatni parchalashga qudratqiliq qilish bilan ayblangan. Bu voqeadan keyin ijtimoiy aloqa vositalarida ayrim bayonot e'lon qilgan yuqorqi 5 nəfər siyosiy faoliyatchi o'zlarining qilayotgan ishlaridan faxrlanganliklarini, Xitoy qarshi kurashini qat'iy to'xtatmaydiganliklarini bildirishdi. 18 dekabr Dünya Uğur Qurultayı bu haqda maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy qarshi kurashda har vaqt birlikda harakat qilgan yuqorqi faoliyatchilarni qo'llaydiganligini bildirdi. Bu vaqtda to'xtalgan Dünya Uğur Qurultayıning raisi Dolqin Isa Apandi, Xitoy hukumatining o'zlarining mustabid hokimiyatiga qarshi turgan har bir vijdon egisini har vaqt qalpoq kiygizib, turli sabablar bilan yo'qotib kelganligini, chet elliklarni bo'lsa ta'tir tashviqot orqali e'tiborsizlashtirib kelganligini, ammo amdilikda xalqaro jamiyatning Xitoyning bu razil o'yiniga kelmaydiganligini bildirdi. Yuqorqi siyosiy faoliyatchilarning ba'zilari bilan BDTdagi Xitoy qarshi faoliyatlarda birlikda hamkorlashgan Dünya Uğur Qurultayıning bayonotchisi va xalqaro ishlar direktori Zumrat Tayarkin bugun stansimizning ziyoratini qabul qilib, tovankilarni bayon qildi. Bu yaqindagi xabar 5 yosh Hong Kong faoliyatchilari ustiga 1 milyon Hong Kong dollar qo'yilg'ili va tutulush xabari chiqqandan keyin bizni bek afsuslantirdi, chunki bu 5 faoliyatchining ichidagi 3 bilan biz yaqin ishlab kelgan faoliyatchilar. Bu Hong Kong, La Fin Lao, Joey Siu, Francis Hui degan shu yosh faoliyatchilar biz bilan nurg'unlagan yillardan beri biz bilan yaqin hamkorlashib, Uyg'urlarni qo'llab, har namoyishlarga chiqib, har faoliyat va har kompaniyalarimiz qo'llab va aktiv shaklda qo'shilgan edi. Shunga hamda bularningmi shu 2019 namoyishdan keyin ham 2020 Xitoy Hong Kongda davlat bexatarlik qonuni chiqargandan keyin bularmi diasporaga qochib chiqqani, Xitoyning besim siyosatining natijasi bo'lganligi va buning sirtqa chiqib ba'zilari Amerikaga, ba'zilari Angliyaga ko'chib chiqdi. Uningdan sirt bu bo'lgan ish hamda yaqindagi xabar shu Xitoyning chegara alqigan bostirish siyosatining bir konkret misoli deb o'ylaymiz. Buni biz neçənin yağı deb ötüyatımız bu siyasət faqat Xitoylarni emas, faqat Hong Kongluklarni emas, bu siyasət Uyg'urlarni bo'libmi, diasporadagi Uyg'urlar bo'libmi bekchiq ta'sir qilgani deb kelyapmiz. Lekin bu yaqinda bu Hong Kong hukumatining 1 milyon Hong Kong dollarini qo'yib, bularni izlash va tutish xuturishini chiqarishi shu siyosatning bir konkret misoli. Uningdan sirt tunugin 76 yosh kirgan tijoratchi va Apple Daily jurnalining boshlig'i Jimmy Lai'ning soti boshlandi. Bu sotida 2 yilga yaqin bo'ldi turmada. Shunga buningmi soti tunugin boshlandi. Shunga buningmi butun xalqaro dunyo kuzatib turibdi. Shunga Dünya Uğur Qurultayı shu xabarlardan afsuslanganligimizni va Hong Kong demokrasiya faoliyatchilar bilan o'zimizning qo'llashimizni ifoda qilish uchun bayonot berdik. Amerika Davlat Majlisi 14 dekabr kuni Amerika hukumatida Xitoy Xalq Cumhuriyatining qabihligini javobgarlik tortishga mas'ul bir koordinator ta'sis qilish haqida bir qonun moddasi ma'qullagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning 2024 yillik davlat mudofaa huquq qonuniga kirgizilgan bu modda hukumatning maxsus koordinator tayinlab, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini bo'lib, uning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini javobgarlikka tortishda zarur bo'lgan sonliq ma'lumotlarni yig'ish va analiz qilishini talab qildi ekan.
Amerika Kengash Palatasi istixbarat alaydı komitetining raisi Mark Warner bilan muavin raisi Marco Rubio 14 dekabr kuni o'rtaq bayonot e'lon qilib, bu qonunning ma'qullanishini madiylagan. Warner bilan Rubioning bayonoti ta'kidlashicha, yangi istixbarat koordinatorlarining ta'sis qilinishi istixbarat sohasida hukumatning Xitoyning dahshatli kishilik huquq dafsanchiligini, xususan uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini javobgarlikka tortish yo'lidagi keng doiralik tirishchanligini istixbarat yordami bilan ta'minlash uchun sonliq ma'lumot yig'ish va analiz qilishni kuchaytirdi ekan. Amerika Davlat Majlisining mazkur qonun moddasi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining qarshi elishiga erishgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 15 dekabr e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida bu qonun moddasini qarshi oldiganligini, lekin Amerikani texim ko'p embargo yurgizishga chaqirdiganligini bildirgan. Mazkur tashkilot bayonotida yana Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishda javobgarligi bor shaxslarning Amerika kishilik huquq qonuniga asosan texim qattiq badal to'lash kerakligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, yangi ta'sis qilinadigan koordinator Xitoydagi qabihliklarda javobgarligi bor gumonliq amaldorlarning harakatini analiz qilib, Amerika hukumat apparatlarining Xitoy Xalq Jumhuriyatini javobgarlikka tortishini qo'llash va uning yordamda bo'lishga vazifalantirilgan. Xitoyning uy mulk bozoridagi krizisi Xitoydagi o'rta qatlam oilalarning turmush saviyasiga zarba berib, ularni oila kirimi haqida qayta o'ylashga majbur qilmoqda ekan. Bloomberg iqtisodiy xabarlarda Xitoyning uy mulk bozorini tartibga solishining 5 million kishining ishsiz qilishini keltirib chiqarishi mumkinligi bildirilgan. Xabarda bayon qilinishicha, navbatda Xitoyda pay chekiga mablag' solish 30%, kishilarning maoshi 30%, uy mulk mablag' solish 20% tuvalligan bo'lib, Xitoyning uy mulk va pay cheki bozoridagi kasodchilik o'tiral oilalarning boyligini yo'q qilgan. Xabarlarda koronavirus yuqumi qamildan keyin iqtisodni asliga keltirishda qiynalayotgan Xitoyning amdilikda kun sari ish berayotgan ishsizlik xavfiga duch kelayotganligi ta'kidlanmoqda. Bloomberg iqtisod xabarlarining aytishicha, Xitoydagi oilalarning 70%ning mol mulki uy mulkiga bog'lanishli bo'lg'achqa, uy mulk bozorining kasodlashishi oilalarning shaxsiy boyligining ozayishini keltirib chiqarmoqda ekan. Xabarda uy mulk bahosi har qatim 5% tushsa, uy mulk boyligidan 2 trillion 700 milliard dollarning parga aylanganligi bildirilgan. Ba'zi mutaxassislar Bloomberg iqtisodiy xabarlariga aytgan so'zida, bu oldimizgi yillarda texim ko'p boylikning yo'qolishdagi bir boshlanish bo'lib qolishi mumkin deyilgan. Xabarda qayd qilinishicha, 2026 yilga borganda uy mulk egiligining Xitoy ishga ishlab chiqarish umumiy qiymatida egilgan nisbati hozirgi 20% dan 16% tushib qolishi mumkin bo'lib, bu 5 million kishining yoki umumiy shahar nufusining 1% ning ishsiz qilishi va yoki kirimining ozish xavfini paydo qildi ekan. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasi gazetining 17 dekabr bergan xabarida Xitoy mablag' boshqarish fondlari ahvolining intayin nachar ekanligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu yil Xitoydagi 90% mablag' boshqarish fondi ziyon tortgan. Bu fondlar 2023 yili 1 trillion dollarlik bozor qiymatini yo'qotgan. Xabarda 941 Xitoy mablag' boshqarish fondining ichida faqat 70ning foyda olganligi qayd qilinmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.